Soliya opa, nega o'zingiz ishlab chiqarish biznesingiz bo'la turib, Xitoydan tovar olib kiryapsiz? Xitoydan material olib kirib ishlab chiqarish qilamiz o'zimiz asosan. Endilikda bo'lsa o'zimizni modellarimizni, o'zimiz yaratgan modellarni Xitoy fabrikalari bilan hamkorlikda ishlab chiqarib, arzon sifatli qilib yetkazib berishni maqsad qo'ydik. O'zi qachondan beri kiyim biznesidasiz? Kiyim biznesga kirganimga 23 yil bo'ldi. 11 yil Ukraina davlatida bu biznes bilan, bu soha bilan shug'ullangan bo'lsak, keyingi 2014-yildan buyog'iga O'zbekistonda, ya'ni именно shu Toshkentda Bekbaraka bozorida faoliyat yuritib boshlaganman. Mana hozirgacha ishlab chiqarish bilan shug'ullandik. Faqat donaga savdo qilasizlarmi? Optimga savdo yo'qmi sizlarda? Bizlar asosan optimga savdo qilamiz. O'zbekistonning 12 ta viloyatiga dastavkamiz bor. Qolaversa qo'shni davlatlar Tojikiston, Qozog'iston, hozirda Afg'oniston ham kirib kelyapti. Turkmaniston davlatlariga ham mahsulotimizni yetkazib beramiz. Nega ayol qizlarimiz aynan Soliya Collectiondan kiyim olishlari kerak? Bu savolni javobini mijozlarimiz o'zlariga qoldiramiz va ularni do'konimizda kutib qolamiz.